Nima qilyapsiz? Ishlaringizni qilasiz. Tunuka qo'yishini tugab qoldi. Nima qilay endi? Nima qilsiz? Nima ish qildingiz o'zi ertalabdan? Mana ko'ring. Qani? Ko'rsating. Yomolda ko'rganmiz sana holat edi bu yerda. Ha, ko'rdim, ammo go'zal chiqdi bu yoq. Endi qarang endi. Güzel geldi. Ko'ring. Tomlarni qarang, tomlar. Ajnabiy qilib yuborganmiz bu yoqlarni, ko'ryapsizlarmi? Oho, ayvon chiroyli Ishlarimiz chiqdi. tugatib qo'ydi. Nima qilay? Birga o'tiraveramiz mana bir tanti chiqib turaylik deyapman. Revali qilib bo'lsa ham. Keling, olib keling ko'rsataymi mana. Yo'ldan taxmin qilib nechta bo'ladi chiqib bo'ladi. Bordi 100 kvadrat. 90 dan keling. Bo'ldi, 96 kvadrat. 96 kvadrat. Ey yomon ekan, 5 oylik bo'lsa g'ayrat ekan. Keling ko'rsataymi mana. Hayvonchamiz. Mana shu ishlarni siz qildingiz usta? Xudo xohlasa bugun tugatib ketdik. Nech puldan bo'lyapti nega kvadrat? Kvadratimiz eng yuqorisidagi qaramgidor 120 dan boshlab 140 metr bo'ladi hamma yoq ichida. Hamma yoq ichida. Vodiy bo'ylab. 110 dan qilib berasizmi? Yo'q, 110 dan endi to'g'risi kelganimiz foydasi qolmay qoladi-da. Endi siz ham tushuninglar, qo'l mehnati. Ko'ryapsizlar mana og'zi yana taxtani o'zi edi. Endi siz Akasi bor edi, deyapman. Aynan, $1 $1 qayda bor? Bo'ldi. Tamam.